Bu videoda sizlar bilan barber bo'lib turib, barbershop ochish, plyus va minuslar haqida gaplashamiz. Ko'p hamkasblarimiz bilan gaplashganda va kurslarimiz ichida ko'p shogirdlarimiz ham o'zini salonini ochmoqchiligi haqida ko'p gapirishadi, maslahat so'rab ko'p aloqaga chiqishadi. Men ko'p holatlarda maslahat bermayman, hali yetarli tajribaga ega bo'lmay turib o'zini salonini ochishini. Chunki ozgina suhbatdan keyin tushunamanki, ko'pchilik juda sayoz qaraydi salon ochishga. Xayolida bitta joy oladi, ozgina remontiga 5-10 ming dollar tikib qo'ysa, 4 ta kreslo qo'yib bo'ldi, bitta biznes egasi bo'ladi. Ishlamasdan ham pul topaman deb o'ylaydi. İchiga kirib, yaxshilab chuqur analiz qilib chiqmaydi. Konkurensiyani, boshqani, hisob-kitobini, qanchasi arendaga ketadi, qanchasi bunga ketadi. Bu hisob-kitob qilgan taqdirda ham ko'pchilikda baribir xom bo'ladi. Chunki men o'zim opitimda ko'p o'rtoqlarimni, ko'p tanishlarimni bunaqa salon ochib yurgizgan bolalarni ko'rganman, hamkasblarda. Ko'pchilik birinchidan eng ko'p qiynaladigan joyi shuncha pul tikib, remont qildi, joy qildi, master topishga qiynaladi. U kreslolarga arenda to'lashga master topish o'zi qiyin. Master topguncha yonidan arenda to'lash kerak. Nechadir oy minusga kiradi yonidan pul to'lab. Ikkinchidan o'sha kreslolarni to'ldirgan taqdirda ham yig'ishtirib olgan arendasi oyida uzog'i bilan shu joy arendasini, nalogini, boshqasini yopishga ketadi. Bo'ldi. Shu bilan u o'zi olgan soch 100% o'zi qilayotgani foyda bo'ldi. Ortiqcha bir qanaqadir biznesmen sifatida u salondan pul topmaydi. Bu o'sha tizim yo'ligidan, biznes tomonidan noto'g'ri qaralgandan deb o'ylayman. O'zi salonlarni ko'rsak, men o'zim ham ko'p salonlarda ishlaganman. Salonni o'zi kimlar ochadi? Juda ham puli ko'p odamlar, o'zini joyi bo'ladi. Joyini shunchaki passiv dohod sifatida 4 ta kreslo qo'yib, odam qo'yib qo'yishi mumkin. Ularga minus kirmaydi, arenda to'lamaydi, boshqa to'lamaydi, o'zini joyi. Necha pul ketsa ham unga foyda. Siz sartarosh bo'lib turib, barber bo'lib turib, u joyi arendaga olib pul tikib, как biznes sifatida yurgizaman desangiz, bu juda katta xato deb o'ylayman. Undan qanaqadir finansiy foydaga kirasiz deb o'ylamayman. Aslida joy ochmoqchi bo'lsangiz, nimalarga ahamiyat berishingiz kerak? Birinchi o'rinda hozir уже zamon o'zgardi. Misol uchun 10 yil oldin o'rtacha salon qilsangiz, yurib ketish ehtimoli katta edi. Hozir уже konkurensiya kuchli, bozorda kuchli brendlar bor, takliflar kuchli, servis ancha kuchaygan. Birinchi o'rinda bozor holatini o'rganish kerak. Siz aynan kimlar bilan konkurensiya qilmoqchisiz? Qanaqa kuchli konkurentlar bor? Ulardan ajralib turish uchun siz nimalar qilishingiz kerak? Umuman shunga o'xshagan savollar juda ham ko'p. Qisqa qilib aytganda, bozor holatini o'rganib, aynan qaysi holatda, qaysi sferaga kirayotganingizni to'laqonli his qilishingiz kerak. Ikkinchi o'rinda lokatsiyaga aynan hozir juda ham qattiq ahamiyat berish kerak, chunki oldin mahallani ichida, domlarni ichida ochsangiz yurib ketaverardi. Hozir уже lokatsiyaga jiddiy qaramasangiz, zo'r lokatsiya topmasangiz, yurib ketish ehtimoli qiyin. O'zi ko'p biznesda lokatsiya kamida 50% uspexi ta'minlab beradigan omil hisoblanadi. Keyingi o'rinda уже oldingiga o'xshab shunchaki nomiga oqlab, ko'klab 4 ta kreslo qo'yib qo'ysangiz, konkurensiyaga katta ehtimol bilan dosh bera olmaysiz. Уже siz konkurentlardan ajralish uchun ulardan ko'ra qiziqroq, ulardan ko'ra sifatliroq interyer, remont, ulardan yaxshiroq kreslolar, mebellar, servis, har jihatdan ulardan ko'proq taklif bera olishingiz kerak. Bu degani yaxshiroq pul tikishingiz kerak. Endi agar realniy shuni jiddiy biznes sifatida qarab, shuni orqasidan foyda ko'raman desangiz, yaxshiroq pul tikib, jiddiy kirishingiz kerak. Uchinchi o'rinda etilu yaxshi lokatsiya topdingiz, zo'r remont qilib qo'ydingiz, yaxshi pul tikdingiz. Undan keyingi qiyinchilik eng qiyin joyidan hisoblanadi. Bu ham komanda yig'ish.
komandangiz shuncha narsa qilganingizdan keyin o'tga shogirddan chiqqan yoki yangi tajribasiz masterlarni qo'yib qo'ysangiz, katta ehtimol bilan yutqizasiz, chunki baribir internet zo'r bo'lgani bilan mijoz sifatli strishka uchun kiradi. Kirgan mijozni ushlab qolish ham qiyin, o'shaning uchun kuchli komanda kerak bo'ladi. Kuchli komandani yig'ish uchun siz qolganlarga qaraganda masterlarga yaxshiroq taklif berishingiz kerak. Siz nima bilan qiziqtira olasiz? Kuchli masterlarni qiziqtirishingiz mumkin. Hozir ko'p holatlarda Rossiyadan tayyor kadrlar keladi, barbershopda ishlagan, servis nimaligini tushunadi, ish sifati yaxshi. Ularni qiziqtirish uchun siz eng kamida vaqt qilib berishingiz kerak. Kelgan kuniga misol uchun minimal qanaqadir summa qo'yishingiz kerak o'rtaga, soch olingan taqdirda ham pul topadigan. Bu vaqt deyiladi. Masalan, qaysidir barbershopda 200 ming so'm, qaysidir barbershopda 100 ming so'm bo'ladi. Kelgan kuniga pul oladi agar soch olmasa ham. Bu degani sizni finansiy holatingiz yaxshi bo'lishi kerak, чтобы shunaqa minuslarga turib berish uchun. Ikkinchi o'rinda tabiiyki chetdan kelgan barberni klientskiy bazasi bo'lmaydi. Agar klientskiy bazasi bor masterlarni xohlasangiz, ular foizga o'tirmaydi. Yo'q, siz kuchli tayyor kadr tanlashingiz kerak, klienti bo'lmagan yoki klienti bor masterga arendaga yoki juda ham katta foiz evaziga qiziqtira olasiz. U agar katta foizni barberga beradigan bo'lsangiz, уже biznes tomonidan siz minus kirishni boshlaysiz. Qisqasi, Rossiyadan kelgan barberni siz klient bilan ta'minlab berishingiz kerak. Klient topish sizni bo'yningizda bo'ladi, barbershop egasi sifatida. Undan keyingi etap uni topdingiz, masterlarni, yaxshi interyer, yaxshi lokatsiya. Endi bu barbershopni tizimlashtirish. Agar to'g'ri tizimlashtirib, proseslarni ketma-ketligini to'g'ri qo'ymasangiz, katta ehtimol bilan foydaga chiqa olmaysiz. Yana o'sha salon sistemada zararga kirib ketaverasiz. Salon sistemada o'zi ko'pincha yaxshi foyda kelmaydi, boya aytganimdek. Chunki tizim o'zi noto'g'ri qo'yilgan bo'ladi. Yaxshi konkurensiyaga dosh beradigan barbershop qilishingiz uchun обязательно administrator olishingiz kerak, uni tayyorlashingiz kerak. Unga servis haqida tushunchalar berib, mijozdagi qanaqa muomala qilish kerakligini o'rgatishingiz kerak va sizda bari bo'lishi kerak klientga taklif qilish uchun. Bu qisqa qilib aytganda, mijozga ham, barberga ham maksimal darajada komfort yaratib, konkurentlardan nisbatan ko'proq taklif bilan chiqishingiz kerak, qulayliklar bilan. Bularni hammasini marketing, administratori, servis qanaqa ketayotganini, barberlarni nazorat qilib, ulardan yetarlicha narsani talab qilish uchun sizda yetarlicha tajriba bo'lishi kerak. O'zi bilamiz, umumiy bozorda sartaroshxonalar bor, barbershoplar bor. Sizga savol, shu ekonomika sartaroshxona bilan barbershopni nimada farqi, nima deb o'ylaysiz? Agar javobini topolmagan bo'lsangiz, meni fikrim, sartaroshxona yoki salon oladigan bo'lsak, boya aytganimdek, qaysidir odam shunchaki passiv dohod uchun ochib qo'ygan yoki qaysidir sartarosh biznes nimaligini tushunmagan holda noto'g'ri strategiya bilan ochilgan joy. Barbershop, agar top barbershoplarni oladigan bo'lsak, eng kuchli barbershoplarni qarasangiz, ularning egalari, biznesmenlar bor fokusini faqat shu biznesga qaratadi. Har kuni bu biznesni qanaqa qilib top darajaga olib chiqish, bu yerdagi barberlarni qanaqa qilib darajasini oshirish, qanaqa qilib marketing qilish, qanaqa qilib biznesni tizimlashtirish, to'g'ri strategiyalar haqida har kuni bitta odam shu haqida bosh qotiradi. Shunchaki arendaga berib topshirib qo'yilgan joy emas bu. Har kuni shuni ustida bosh qotirib, shuni ustida ishlaydigan odam bo'ladi. Aynan shuning uchun ham bu barbershoplar top darajaga chiqqan deb o'ylayman. Yana bitta minusi, ko'p yosh sartarosh, yosh barberlar yoki mayli yosh bo'lmasa ham o'rta darajadagilar ham shu salon ochishga qiziqadi-da. Ochib, hamma fokusini shuni ketidan yurishga sarflaydi. Misol uchun uni dokumentini ketidan yuguradi, nalogini ketidan yuguradi,
klient topish ketidan yuguradi, barber o'sha komanda yig'ish ketidan yuguradi. Hech qilib operatsioniy ishlar bilan band bo'lib, o'zini shaxsiy rivojlanishi orqada qolib ketadi. O'zini soch olishini ustida, sifatini ustida shaxsiy rivojlanish, o'zini uznavaymiz ustida ishlamay to'xtab qoladi. Hamma vaqtda operatsiyonga ketib qoladi. Ko'pincha shu yo'q ketadi bozordan. Barbershopda ham qaysidir bir darajaga chiqmaydi, o'zi ham qaysidir bir darajada ko'tarilmaydi. O'shaning uchun men maslahat bergan bo'lardim. Agar siz yosh barber bo'lsangiz, hali yetarlicha tajribaga ega bo'lmasangiz, men maslahat bergan bo'lardim. Yaxshi barbershopda ishlab, tajriba yig'ishni. Chunki barbershop sizga nima beradi? O'zi ko'pchilik barbershopda ishlagingiz kelmaydi. Nimagaki, u yerda katta 50-60% barbershop olib qoladi. Men 40% gina kam pul toparkanman deb o'ylaydi. Undan ko'ra men bitta arendaga o'tirsam, hamma topgan pulim o'zimga, arenda to'lasam bo'ldi deb fikrlashadi. Lekin bu fikrga ham unchalik qo'shilib, qaysidir ma'noda bu fikr ham to'g'ri, lekin sizga barbershop bergan narsalarni oddiy salon bera olmaydi. Masalan, siz barbershopda birinchi o'rinda kuchli komandaning ichiga tushasiz. Barbershopda chunki qaysidir filtrlardan o'tib, kuchli komanda yig'iladi. Ulardan tajriba orttirish, fikr alishish imkoniyati bo'ladi. Ikkinchi o'rinda barbershop sizga servis beradi. Servis nimaligini tushunishni, uni his qilishni boshlaysiz. Barbershop sizni miyangizdan hamma bosh og'riqlarni olib tashlaydi. Agar siz salonda ishlasangiz, klientni o'zingiz topishingiz kerak, kosmetikalarningizni o'zingiz qilishingiz kerak, klientga hamma servisni o'zingiz berishingiz kerak bo'ladi. Klientga maksimal darajada servis bera olmaysiz. Agar siz barbershopda ishlasangiz, eng kamida kosmetika haqida o'ylaymiz. Hamma kosmetikalar уже tayyor bo'ladi. Sizga klientga bazani barbershop o'zi beradi. Marketing orqali sizga sifatli klientlarni tortib beradi. Sizning vazifangiz faqatgina zo'r soch olib, o'zingizni ishingizni zo'r bajarib, mijozlarni ushlab qo'ysangiz bo'ldi. Sizni oldingizga mijoz o'tirguncha, уже kelgan mijoz interyerdan уже qanchadir emotsiya oladi. Aytaylik, mana 100% emotsiya berishimiz kerak mijozga. Siz yaxshi barbershopda ishlayapsiz. Kirdingiz, уже interyer o'zida 10% mazza qildi, yoqdi, уже uverin. Keyin resepsiyonga keldi, qizni chiroyli muomala bilan kutib olib, sizga o'z vaqtiga cho'tki qilib zapis qilib qo'ydi yoki oldindan telefonda chiqib qulaylik yaratib berdi. Buni уже yana 10% plyus deb oladigan bo'lsak, sizni yoningizga o'tirganda, masalan, hamma barbershop har xil takliflar beradi. Kimdadir televizor bo'ladi, kimdadir PlayStation bo'ladi, har xil qiziq narsalar qo'shgan. Buni o'zi yana emotsiya beradi 10%. Keyin kelib turib, barista yoki qayerda administrator ichimlik taklif qiladi. Kofe, mojito, ice. Yana bu ham qanchadir foiz emotsiya bergandan keyin, o'zi sizni kreslongizga soch oldirish uchun o'tirgungacha 50% ish bajariladi. O'zi mijoz yaxshi kayfiyatda kelib o'tiradi. Siz faqatgina sochni zo'r olsangiz bo'ldi. Sizning vazifangiz shu. Nima demoqchiman? Siz hech narsaga chalg'imaysiz. Faqat ustingizda ishlashni boshlaysiz. Hamma narsani barbershopga topshirib, siz faqat sifat ustida ishlab, o'zingiz ustida ishlasangiz bo'ldi. Barbershopda men maslahat bergan bo'lardim. O'zingizni shunchaki ishchi emas, xuddiki barbershop egasiga shogirdek his qilishni. Chunki sizda tayyor imkoniyat bor. Barbershop o'zi qanaqa yurgiziladi, qanaqa yaratiladi, barbershopda nima qiyinchiliklar bo'ladi, shu qiyinchiliklarni qanaqa aylanib o'tsa bo'ladi yoki barberlardan nimalarni talab qilish kerak, administratorlar nimalarni talab qilish kerak, marketing qanaqa yurgizish kerak. Shu hammasini o'rganish imkoniyati, ichidan kuzatish imkoniyati, tajriba orttirish imkoniyatini barbershop beradi. Barbershopda yana zo'r yutadigan narsangiz, agar premium eng yaxshi barbershop bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki sizga qo'pol qilib aytganda qimmat mijozlarni yetkazib beradi. Agar siz oddiy salonda, chekara rayonda ishlayotgan bo'lsangiz, masalan, aytaylik, bitta millioner odam sizni qidirib qaysidir joyga, qaysi salonga bormaydi.
millioner inson qachondir agar shu paytgacha sartarosh bo'lmasa, masalan aytaylik, chet eldan qaytib kelgan bo'lishi mumkin yoki sartarosh o'zini barberi ketib qolgan bo'lishi mumkin qayergadir. Qidirayotganda eng yaxshi barbershoplarni qidiradi. Misol uchun ishchisiga yetar balki aniqlar, eng yaxshi barbershop qayerga, o'sha yerga boramiz. Eng yaxshi barbershopga millioner, milliarderlar kelgan payti, agar siz ham xuddi o'sha eng yaxshi barbershopda turgan bo'lsangiz, sizda o'sha shans kuchayadi. Shunaqa insonlar bilan ko'rishish, uchrashish, o'zingizga mijoz qilib qolish. Aytmoqchi bo'lganim, atrofingizda shunaqa insonlarni ko'paytirib, to'liq klientskiy bazaga ega bo'lsangiz, sizda yana bitta risk kamayadi. Qachonki o'zingiz joy ochsangiz, birinchidan sizda klientskiy bazangiz bo'ladi. Eng kamida arendani bitta o'zingizdan chiqara olasiz. Qolgan barberlarning puli foydaga yoki boshqa rasxodlarga taqsimlasangiz bo'ladi. Ikkinchidan, atrofingizda unaqa okrujeniyada bo'lgandan keyin sizga takliflar kuchayadi. Misol uchun, qaysidir klientingizda tayyor joyi bo'lishi mumkin, qaysidir klientingiz investor bo'lishi mumkin, qaysidir klientingiz biznesda katta opiti bo'lib, yaxshi maslahatlar berishi mumkin, qaysidir klientingiz marketolog bo'lishi mumkin. Har jihatdan sizda networking, tanish bilish kuchayadi. Uchinchi jihatdan sizda уже katta tajriba bo'ladi, barbershopni qanaqa yurgizish kerakligi haqida. Mana o'sha etapga chiqqaningizda, men o'ylayman, qo'rqmasdan, xotirjam o'zingizni barbershopingizni ochishingiz mumkin yoki-da tayyor barbershoplarni franshizasini olishingiz mumkin. Bunaqa barbershopda ishlash uchun sizda eng kamida 4 ta sifat bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda sifatli strижка. Bu degani faqat mani yo'nalishim fade yoki mani yo'nalishim klassika deb bitta yo'nalishda emas, kelgan mijozga xohlagan strижкасini chiqarib beradigan darajada siz professional bo'lishingiz kerak. Bo'lishi mumkin, siz yo'nalishingiz fade zo'r qilasiz, lekin qolgan hamma sochni ham klassika bo'ladimi yoki soch bo'yash, kamuflaj, hamma narsani bilishingiz kerak professional sifatida. Ikkinchi o'rinda servis nimaligini bilishingiz kerak. Ko'pchilik servis deganda chiskalik qilish tushunadi bo'ldi. Servis bu juda katta mavzu. Buni o'rganish kerak, tushunish kerak. Barbershopda bu juda muhim rol o'ynaydi. Uchinchi o'rinda Instagramingizni eng kamida chiroyli upakovka qilib qo'yishingiz kerak. Million prosmotrlar kerak emas. Shunchaki kirgan odam siz haqingizda to'liqroq ma'lumot olishi kerak. Sizning ishingiz sifati, sizning shaxsiyatingiz shuni ko'rinib turishi kerak. Instagram bu barberi yuzi. 4-o'rinda sizning shaxsiyatingiz kuchli bo'lishi kerak, chunki premium klass barbershopda premium insonlar bilan, qaysidir biznes egalari, qaysidir lavozimda ishlaydigan insonlar bilan ishlaysiz. Ular bilan to'g'ri suhbat qurish uchun, to'g'ri muloqot qilish uchun sizda qaysidir ma'noda shaxsiyatingiz ustida ishlashingiz kerak. Aynan shu narsalarni Santander Barbering School 2 haftalik kurslarda o'rganishingiz mumkin. Bundan tashqari, bo'lib olish texnikasini bir nechta turlari, fade bir nechta turlari va soqolga forma berish, ukladka qilish, kosmetikalar bilan ishlash, servis ko'rsatish, mijoz bilan to'g'ri muloqot o'rnatish, ijtimoiy tarmoqlarni yurgizish, shunga o'xshab ko'plab mavzularni birlashtirganmiz va biz shu narsaga ahamiyat qaratganmiz. Kursimizda har xil kreativniy narsalar bilan chiroyli qilib ko'rsatib, ishxonada ishlatib bo'lmaydigan narsalar emas, aynan ishxonada ishlatsa bo'ladigan, o'zimiz ishlatadigan, ishlaydigan texnikalarni ko'rsatamiz. Ko'rikamiz shogirdlarimizni bu texnikalar ishlayapti, daromadi oshishiga yordam beryapti, har tomondan foydali bo'lyapti. Eng asosiysi, olgan nazariy bilimlaringizni o'sha kunning o'zida atrobotka qilib, yana ham mustahkamlab ketasiz. Iloji boricha xatolaringizni o'rganib chiqib, ko'zingiz bilan ko'rsatib, qo'lingizdan ushlab, kerak bo'lsa, hammasini maksimal tushuntirishga harakat qilamiz. Va kursda faqatgina mendan emas, mendan tashqari Santander yana ikkita kuchli masteri, ko'plab joylarda malaka oshirgan, aynan o'zini yo'nalishida kuchli bo'lgan masterlardan o'rganasiz. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi link orqali ma'lumotlaringizni qoldiring yoki Instagram orqali aloqaga chiqing.